Assalomu alaykum, xush kelibsiz aziz avtomobil ishqibozlari. Bugun siz bilan birga haqiqiy afsonaning qaytishini muhokama qilamiz. Bir vaqtlar shahar ko'chalarini egallagan, ixchamligi, tejamkorligi va oddiyligi bilan yuraklardan joy olgan Chevrolet Matiz endi 2026 yilda mutlaqo yangi qiyofada qaytdi. Bu oddiy yangilanish emas, bu Matiz tarixidagi eng katta burilishlardan biri. Kimdir ishonmaydi, kimdir hayajonda, ammo haqiqat shuki, 2026 Chevrolet Matiz zamonaviy texnologiyalar, futuristik dizayn va kutilmagan imkoniyatlar bilan avtomobil bozoriga shov-shuv bilan kirib keldi. Yangi Matizni birinchi marta ko'rganingizda darrov eski Matizni eslaysiz, lekin shu bilan birga uning qanchalik o'zgarganini ham his qilasiz. Old qismi yanada agressiv va zamonaviy bo'lib, LED kunduzgi chiroqlar avtomobilga yoshona va texnologik ko'rinish beradi. Panjarasi yopiqroq dizaynda bo'lib, ayniqsa elektr versiyada bu dizayn kelajak ruhini yaqqol aks ettiradi. Yon tomondan qaralganda esa Matiz hali ham ixcham, lekin ancha sportcha ko'rinishga ega. Gildirak kamarlari biroz kengaytirilgan, disklar esa zamonaviy shaklda ishlab chiqilgan. Orqa qismi ham to'liq yangilangan bo'lib, LED stop chiroqlar avtomobilni tunda juda jozibador ko'rsatadi. Saloniga o'tirganingizda esa eski Matiz bilan deyarli hech qanday o'xshashlik qolmaganini tushunasiz. Endi bu oddiy plastik salon emas, balki zamonaviy shahar avtomobili uchun mo'ljallangan aqlli makon. Old panelda katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u multimedia, navigatsiya va avtomobil sozlamalarni boshqarish imkonini beradi. Raqamli spidometr va panel haydovchiga barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatadi. Materiallar sifati ham sezilarli darajada yaxshilangan. O'rindiqlar yumshoq va uzoq masofalarda ham qulaylikni ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Matizning eng katta yangiliklaridan biri uning dvigatel variantlaridir. Endi Matiz faqat benzinli emas. Asosiy versiyada kichik hajmli tejamkor benzin dvigatel taklif etiladi. Bu dvigatel shahar sharoitida juda kam yoqilgi sarflaydi va kundalik foydalanish uchun ideal. Bundan tashqari gibrid versiya ham mavjud bo'lib, u elektr va benzin dvigatelini birlashtiradi. Eng ko'p gapirilayotgan variant esa to'liq elektr Matizdir. Elektr versiya bir zaryadda taxminan 300 kilometrgacha yo'l bosishi mumkin. Bu esa shahar uchun yetarli ko'rsatkich hisoblanadi. Boshqaruv jihatidan yangi Matiz juda yengil va qulay. Rul yumshoq, osma tizimi esa shahar yo'llaridagi notekisliklarni yaxshi yutadi. Kichik o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda va gavjum joylarda mashinani boshqarish juda oson. Parkovka qilish esa deyarli muammo emas, chunki avtomobil parkovka sensorlari va orqa kamera bilan jihozlangan. Ayrim yuqori komplektatsiyalarda hatto avtomatik parkovka funksiyasi ham mavjud. Xavfsizlik masalasida ham 2026 Chevrolet Matiz oldingi avlodlardan ancha ustun. Endi u bir nechta xavfsizlik yostiqlari, ABS, ESP, favqulodda tormoz tizimi va yo'ldan chiqib ketishdan ogohlantiruvchi tizim bilan ta'minlangan. Bu xususiyatlar Matizni nafaqat tejamkor, balki ishonchli avtomobilga aylantiradi. Ayniqsa yosh haydovchilar va oilalar uchun bu juda muhim omil hisoblanadi. Texnologiyalar borasida ham yangi Matiz zamondan ortda qolmagan. Smartfon bilan to'liq integratsiya, ovoz orqali boshqaruv, masofadan turib avtomobil holatini tekshirish imkoniyati kabi funksiyalar mavjud. Elektr versiyada esa mobil ilova orqali zaryad darajasini nazorat qilish va iqlim tizimini oldindan yoqish mumkin. Bu kichik avtomobil uchun juda katta yutuq hisoblanadi. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, bu avtomobil kimlar uchun mo'ljallangan? 2026 Chevrolet Matiz asosan shahar hayotini tanlagan insonlar, talabalar, yangi haydovchilar va tejamkor avtomobil izlayotganlar uchun ideal variant. U katta tezlik va sport xarakterini va'da qilmaydi, lekin kundalik hayotda qulaylik, arzon ekspluatatsiya va zamonaviy ko'rinishni taklif etadi. Ayniqsa elektr versiya ekologiyani o'ylaydigan insonlar uchun juda jozibador. Narx masalasida Chevrolet Matizni raqobatchilariga nisbatan imkon qadar arzon saqlashga harakat qilgan. Albatta, elektr va gibrid versiyalar biroz qimmatroq, ammo baribir o'z segmentida eng maqbul variantlardan biri bo'lib qolmoqda. Eng muhimi, bu avtomobil Matiz nomiga munosib tarzda xalq avtomobili bo'lishni davom ettiradi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Matiz bu shunchaki qayta chiqarilgan eski model emas. Bu, yangi davrga moslashgan, texnologiyalar bilan boyitilgan va zamonaviy dizaynga ega bo'lgan mutlaqo yangi avtomobil.
U o'zining afsonaviy ruhini saqlab qolgan holda bugungi kun talablariga javob beradi. Agar siz ixcham, tejamkor va zamonaviy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi Matiz albatta e'tiboringizga loyiq. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling, videoni like qiling va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli va foydali avtomobil tahlillari kutmoqda. Rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.